Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana Uzalta Transda 20 yildan, pashti 2020 dan boshlagan bo'lsa, 5 yilligiga mana to'nlarni kiydirish qo'ydi shopir akalar. Shunday to'nlarda endi xizmat ko'rsatyapmiz. Moskvadan Toshkentga kim komfortabilniy davlat tomonidan qo'yilgan Uzalta Trans avtobuslariga ketmoqchi bo'lsa, kelasizlar, chiroyli qilib sizlarga to'n kiydirib jo'natamiz, xudo xolasa. Moskva Toshkent reyslar har kuni. Ishonchli nomerlar ekranda. Yo'lda ketiladigan xarajatlarni aytadigan bo'lsak, Moskvadan Toshkentga bez dokumentlar kimda kim bez dokument bo'ladigan bo'lsa, 3000 dan 6000 gacha rasxod bo'ladi. 300 rubldan tamojniy rasxod bo'ladi azizlar. Mana sizlarga tegishli bu gaplarni hammalik. Agarda dokumentlaringiz chotki bo'ladigan bo'lsa, muammo yo'q hech qanaqa. Dokumentda muammo bormi? 6000 rublgacha rasxodingiz bor, hisobingizni oling, tortishmanglar. So'mkalarda hozir uryapmiz, mana shu so'mkalarda Rossiya tamojnisi bilan Qozog'iston tamojnisida tushirmaslik uchun 300 rubldan tamojniy rasxodlar bo'ladi. Prezdan tashqari bu. Shuning uchun hali ko'p insonlar tushuntira olmayapti, nima sababdan pul yeyishdi. Undan tashqari boshqa hech qanaqa voditellar sizlar uchun salarga pul ber, tudasizlar degan narsalar bo'lmaydi. Har 5 soat, 6 soatda sanchasi bo'ladi. Har 1 soatda borib sanchasiga to'xta demanglar. O'zini maxsus joylari bo'ladi, ya'ni sanchaslar uchun. Shu joylarda har 5 soat, 6 soatda to'xtalinadi. Bundan tashqari Rossiya territoriyasida 2 marta, Qozog'iston territoriyasida 4 marta ovqatlanishga to'xtalinadi. Iloji boricha 68-70 soat davomida sizlar bilan birgalikda ikkita shopir hamrohlikda manzilga sog' salomat yetkazib qo'yishga harakat qilinadi. Avtobuslar ma'qul keldimi? Yaxshimi? Tavsiya qilsa bo'laveradimi? Aldo mashinachilik bo'lmadimi aka? Yaxshimi? Zo'r hamda. Kim ketmoqchi bo'lsa, ishonch nomerlari ekranda.